Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 11 dekabr 2025-yil Beruniy tumani Palvosh mahallada ana shu ikkita joy sotiladi do'stlar. Bu yerning orientiri 50 pavorot, asfaltdan 50 metr betonlanib turgan ko'cha, duradgorlar ko'chasi. Hozir sizlarga ichimdan yaxshilab ko'rsataman. Bu joyning eni 10 metr, 10 metrga 30. Arg'ida ham 10 metrga 30 qiladi. Onlarınkiler kuvvet yetib salıngan, fakat sokul o'rilgan bilan. Üstlari xom karbichdan salıngan. Joyning aniq cheti taqab salingan. Arg'i joyning aniq cheti aniqqa taqab salingan do'stlar. Hozir sizlarga podrobniy ma'lumot beraman. Joyning balandligi 3.5 bor. Ikkita joy tengina sotiladi, egasi bir. Xullas kadastri dokumentlari joyida hammasi. Bu yog'imda da yerlari bor. Общий bu yerning eni 20 metr do'stlar. Aniyog'imda da qo'shimcha дополнительный yeri bor. Общий hamma yeri yer maydonini hisoblasak 1200 kvadrat. Mana birinchi joyda 3 sotikdan sotadi, ikkinchi joyda 3 sotikdan sotadi xullas. 20 10 ga 30. Bu yoqda 10 ga 30. Aniyog'imda da 6 sotik yeri o'shadi. Ishlaridan ko'rsataman sizlarga. Mana kirgan yeri ayvon. Bu yoqda 3 ga 3 bir xonasi bor. Bu yoqda da xonasi bor, kichkina детский xona. Bu yerning ham razmeri 3 ga 3. Bu yoqda 3-xonamiz. Bu yerning ham razmeri 1, 3 xonaning razmeri 3 ga 3,5 taxminan shunday. Bu yeri ayvon mana. Bu yoq ko'chaga qaragan eshik, glавный. Bu yoqda bir katta zali bor do'stlar. Taxminan 6 metrga 3,5 metr zalning obyomi. Üstlari ağaçdan zo'r etib rekadan, qamishdan bostirilgan. Ko'rsanglar bo'ladi buni. Joyga gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana otizlarini bemalol egib zakonniy yer bo'lib turibdi. Mana bu yoqda bog'ida bor ozg'ana. Xullas mana joy. Mana birinchi joy, mana ikkinchi joy. Ikki joyning ikkovi bir planda do'stlar. Halasanglar aniyog'ida yeri bor 6 sotik. Uni ham qo'shib olsanglar bo'ladi. Uning pulini ustida gaplashasizlar. 3 sotikdan отдельный sotiladi. Halasanglar qo'shib sotiladi. Telefon nomerlarini ekranda qo'yaman. Egasi bilan gaplashaverasizlar ustida. Shu yerda bir 2,5 metrdagi proxod bor. Xullas eldina 3 metr navis ishlasanglar ham bo'ladi. Joyi bor, tashab ketilgan. Salmalari, to'qlari ustida kelib turibdi. Mana ko'chalari ishlanib turibdi mana. Betonlanib, chotki bo'lib turibdi. Mana asfaltdan bir где-то 50 metr. Shu asfaltdan chiqib, o'ngga sal yursanglar 50 pavorot do'stlar, kalsovoy. Maktabam yaqin, bog'chada yaqin, hamma narsaga qulay. Marvar to'yxonada yaqin do'stlar. Mana joyning ko'rinishi do'stlar. Bu joyning bahosi do'stlar har qaysi 250 million so'mdan aytilib turibdi. Qalasanglar ikkovini bir qo'shib olsanglar bo'ladi. Qalasanglar отдельный bo'lib olsanglar bo'ladi. Har qaysining kvadrat metri 300 kvadrat metrdan 3 sotik bo'ladi. Ikki joyning yer maydoni 6 sotik. Yasimni men ekranda qo'yaman, bemalol telefon etib gaplashaverasizlar. Adres Beruniy tumani Palvosh mahalla, Duradgorlar ko'chasi. 50 pavorotda Kalsovoydan 50 metr kirasizlar. Shu yerda betonlangan ko'cha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, videolarimizni like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.